Ana keldilar oyijon, aytaymi? Yo'q, kayfiyat yo'q aka. Avval ovqat yevasin, Suzi. Xo'p. Bolalar ko'rinmaydi. Shu atrofda yurgandi dadasi. Mana ovqat. Bugun hech qanaqa rejalar yo'qmi? Yo'q, ol bolam. Ye, men pomidorlarni ol bolam. Zo'r ovqat bo'libdi nega? Dadasi diyoran qo'yilsinmi? Ha? Sinni? Yura? Kelin nima shoshasiz? Mani bugun gapim bor ekan, esimdan chiqib qopti. 500 dollar berib tur, mana shunday yugurib boring, 20 ayol meni kutib o'tiribdi. Tez bor. 200 dan o'ynadingizlarmi? Ovqatlanib bo'ldimi? Aka, mashinani urib oldim. Mashinani urding, qachon urding? Ha, bitta. Ozod ovqatlanib bo'ldimi? Ha? Biz ham mibdamiz, to'lanmagan qarzlari bor edi. Mashinasini olib ketamiz. Aka, bu mashinani olib ketaman deyapti. Remont qilamizmi? Alo? Ozod, ovqatlanib bo'ldingmi? Ha? Sen ishdan bo'shading. Bir kosa kamlik qiladi yo'q. Maqta? Ha, dadasi? Yana bir kasasiz? Mana go'shni siz men gapga ketib ayol kutib o'tiribdi. Nega o'zi ayol